O'rtoqlar keldi. Sizlarga hozir rundur qilib beraman. Вообще chiroyli, menga yoqdi. Такой эстетичный вообще. Turishni qarang. Ой, блин. Ikkita kровать. Отдельно qo'yimiz bilmasdan. O'rtoqlar keldi. Sizlarga hozir rundur qilib beraman. Вообще chiroyli, menga yoqdi. Такой эстетичный вообще. Turishni qarang. Ой, блин. Ikkita kровать. Отдельно qo'yimiz bilmasdan. Xo'sh, endi tug'ilgan kunimni o'tkazishga ketdik. Yangi ochilgan Marriott oteldan bitta xona bron qilganmiz o'rtog'im bilan birga. Shunga oddiy kiyinib ola qoldim. Makiyajimni ham o'chirib tashladim. Voy, dot mani Cartier brasletimni taqqamiz, yangi olgan. Shunaqa xursandman. Anchadan beri juda ham xohlayotim. Yengimni sal churib qo'yamiz, chunki hamma ko'rish kerak. Yoninglardan o'tib ketayotganimda mashina qilib ketsam hayron bo'lmaydi. Yana bitta podarkam mani Bulgari soatimni taqamiz. Buni ham rosa xohlayotim. Juda ham nejniy, chiroyli. Uni bu qo'limga taqamiz deb, bu qo'limdan ham mashina qilib o'tib ketishi mumkin. Hayron zirelarim, uzuvlarim, xullas hammasi taqir-tuqurlarimni taqvaman. Bugun original qiz bolamiz o'zi. Shu meni eng yaxshi ko'rgan uzuvlarimdan bittasi. Bu ham juda ham nejniy, chiroyli. Lekin вообще maqtanchoq video bo'lib ketdi bu. Mayli, chidab turinglar. Bugun tug'ilgan kunim, hamma narsa mumkin bugun menga. Ochki taqamiz va qarabsizlarki, menda luk tayyor. Shunaqa sumchkamni taqdim. Yoshim katta bo'lgan sari shu katta sumchkali olaman. Xullas, men tayyor. Pastda meni o'rtog'im kutyapti. Endi men ketdim. Всем Bedası gelelim. Lekin o'zlari yo'q. Tinchlikmas. Rahmat. Kirdik, tasavvur qiling, 25 ga emas. Pulim ko'p bo'lib ketsin. Iloyim. Mayli, saniga. Rahmat. Bugun hayotimdagi eng muhim makiyajlardan bittasi. Bugun meni tug'ilgan kunim. Menga tug'ilgan kunim uchun makiyaj qilamiz. Xullas, kecha qilib ko'rdim makiyajimni, o'zingizlar ham ko'rdinglar, lekin menga uncha yoqmadi. O'zi o'ylayman, yana boshqa makiyaj qilsam buzib qo'ysam-chi dedim. Nima bo'lsa bo'lar. Ajrashdimi shunda? Ha, ajrashdim. Kelib qaytib o'zbekiston. Katta odammi? Uylanganingda, katta qiz edi. O'zing nechinchi yilgi bu? 98, 99. Tug'ilgan kunimga tiktirgan ko'ynagimni hozimasligimni Pinterestda mana shu ko'ynakni rasmini ko'rib qoldim. Hamma joyi yopiqqina, uzungina menga yoqdi. Bayrukiya bo'lsa, menga bu ko'ynakni 2 kunda tikib berdilar. Har doim shunaqa muhim kunlarda meni uyaltirmaydilar. Internetda xohlagan kiyimim rasmini yuboraman. Xuddi o'shanaqa даже o'zidan ham zo'r qilib tikib beradilar. Men tanlagan ko'ynak uzunroq edi. Xuddi shunaqa uzunroq tikib berdilar, faqat men o'ylamayman. Hozir meni to'yim bo'lmayapti, tug'ilgan kunim bo'lyapti. Shuning uchun teylarni bulavkada o'zim qadab oldim. Atak to'yim kuni ham kiyib yuboraman, olib qo'ydim. Aniq bilaman, sizlarga profillari kerak bo'ladi. Xohlagan kiyiminglarni tez va chiroyli sifatli qilib, xohlaganinglardan ham zo'r qilib tikib beradilar.